Assalomu alaykum azizlar. Bugun Mercedes-Benz haqida gaplashamiz. Mercedes-Benz albatta dunyodagi eng taniqli avtomobillardan bittasi. BMW bilan albatta raqobatdosh deb bilishadi, lekin aslida xabar bo'lmanglar, BMWdan ham ko'ra ancha kuchli bo'lgan brend hisoblanadi. To'g'ri, BMW sport sohasida ham Mercedes-Benzdan biroz o'tadi, lekin baribir ham obro' tarix jihatdan Mercedes-Benz ancha oldinda. Masalan, uni bitta misoli albatta mana shu Google'da aytilgandek 143 millionga sotilingan 2022-yildagi Mercedes-Benz 300 SLR brend deyiladi. Bu Elantraut Coupe 1955-yilda chiqarilgan avtomobili hisoblanadi Mercedes-Benz. Albatta BMW bo'lsa, BMW undan keyingi o'rinda turadi. Xafa bo'lmaysizlar BMWchilar, yana bir bor. Bu sizdan kulish emas, lekin ikkalasi ham albatta Germaniya avtomobili hisoblanadi. Salomat bo'linglar, e'tiboringiz uchun rahmat. Bunaqa videolarni o'tkazib olmaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qoling.